Bu uyimizni egalarimiz srochni sotishlari kerak. Nimaga ko'chib ketyaptilar? Buxoro shahridan Xorazmga ishlari bor ekan. 7-mikrorayon, 3 xona, 1-etaj o'zini kattagina mana shunaqa prixoshkasiga ega. Prixoshkadan to'g'riga mehmonxonamiz, kuxnya, 1-xona, 3-xona. Xo'p, mana bu mehmonxonamiz. Uyimiz kvadraturasi 70 kvadrat metr и o'zini podvaliga ham ega, yetmaganga. Podvalga instrumentlaringiz bo'lsa qo'yib qo'yasizlar. Mana bu yerda kladovka ham bor. Kladovkadan mana bu yerda yana bitta xonasi. Xo'p, mana bu hojatxonasi. Hojatxonasi ham ancha kattagina, rakovinalar ham отдельно turibdi. И mana bu kuxnya xonamiz. Bemalol maza qilib, vitishkalar, deraza hammasi cho'tka qilingan. Yoqgan joyi mana bu xolodilnikimiz devorga o'rnatilgan. Bemalol olib ham bo'ladi bu xolodilnikni. Xolodilnik uchun отдельный joy. Mehmonxonani ko'rib chiqdik. Xo'p, sanuzel xonalari и oxirgi detskiy xonamiz. 3 xona 70 kvadrat, 46500, juda zo'r narx, srochni sotib ketishlari kerak.